Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan o'sha va'da qilingan darslik video, ya'ni SMMda 2025-yildan noldan qanday qilib daromad topsa bo'ladi, hali kechmasmi, men ham o'rgansam bo'ladimi, eplay olmaymanmi degan savollarga javob sifatida shu videoni qildik va bugun videoda men kimlar o'rgansa bo'ladi, qancha oyda, necha oy, necha yil, qancha vaqt ketadi, qancha vaqtda qanaqa daromad qilsa bo'ladi va qaysi usulda qilsa bo'ladi, polniy SMM haqida tushuncha beraman va buni o'rganish uchun nima qiladi. Boshida SMM bu nima? Ya'ni SMM birinchi tushunib olishimiz kerak. SMM nima? Bu ijtimoiy tarmoqlarda marketing, ya'ni siz mahsulotingiz, xizmatingiz, uslugingiz yoki umuman farqi yo'q fikringiz, ideologiyangiz bo'lmasin, shu narsani ommaga targ'ib qilmoqchisiz, ommaga sotmoqchisiz, ommaga o'tkazmoqchisiz, yo umuman omma bilishini xohlamoqchisiz. Buni eng zo'r uslubi hozir hamma qayerda? Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni sotsial setda. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni onlayn magazinimizni yaratib yoki o'zimizni shaxsiy profilimizni, shaxsiy brendimizni qurib, umuman o'zimizga tegishli bo'lgan hudud yaratib, u yoqga trafik olib kiramiz, ya'ni trafik bu nima? Auditoriya. Odamlarni to'plab, o'zimiz mahsulotimizni ularga zapus taqdim qilamiz. O'zimiz mahsulot taqdim qilamiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoq juda katta qurol hozirda. Agar ijtimoiy tarmoq bo'lmasa, o'zingiz biznes qanday yurg'izasiz? Bunda offlayn tarzda, ya'ni bilmayman, uni offlayn eshikma-eshik aytib chiqasizmi yoki umuman mahsulotingizni voice, ya'ni og'izdan og'izga o'tish sarafani radioda qachon tarqalishini kutib o'tirasizmi yoki umuman bilmayman, bunga juda ham ko'p vaqtlar kerak. Lekin hozir ko'rib turibsizlar, 2024da ham, undan oldin ham 2023-2024da qanaqa katta kompaniyalar SMM asosida qurildi, ya'ni SMM orqali juda katta daromadlar qildi. Siz ham ushbu narsani qilmoqchi bo'lsangiz, bugun bu narsani haqida gaplashamiz. Xo'p, boshlaylik. O'zi kimlar uchun SMM? Tadbirkorlar uchun birinchi o'rinda. Qanaqa tadbirkorlar? Ya'ni tovari bor, qanaqadir kosmetikasi bo'lmasin, shina sotadimi yoki umuman qanaqadir tovar, kompyuter sotadimi, telefon sotadimi, nima bo'lmasin, tovari bor, xizmat turi. Ya'ni o'quv markazi bo'lishi mumkin, kichikroq bir kimgadir xizmat ko'rsatish uslugingiz bo'lishi mumkin. Aytaylik, fitness treynermisiz, farqi yo'q. O'sha xizmatingizni ham internetda zaявка olib kelsa bo'ladi, ya'ni mijozlar, ehtimoliy mijozlar olib kelsa bo'ladi internetdan. Xo'p, keyingisi SMM menejer sifatida ishlamoqchi bo'lganlar. Ya'ni ikkinchi turi, u yerda o'zini biznesi yo'q, o'zini yo'nalishi yo'q, lekin SMM menejer bo'lib kimgadir shu yo'nalishga yordam bermoqchi. Ya'ni hozirgi tadbirkorlarga shu ishni qilishga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar. Bular kimlar bo'lishi mumkin? Uy bekalari ham to'g'ri kelishi mumkin. Studentlar, ishini o'zgartirmoqchilar, ishi yo'qlar, abituriyentlar, farqi yo'q. Bu sohadan ketmoqchi bo'lgan insonlar, ya'ni xizmatini sotib. Xo'p, ketdik. Keyingisi, o'rganish uchun qaysi kerakli bo'lgan instrumentlar? Bular misol uchun kursdasiz, ya'ni SMM menejerman deyishingiz uchun sizda bo'ladigan kerak bo'ladigan instrumentlar shu quyidagilar. Analiz qilish qobiliyatingiz bo'lishi kerak, ya'ni analiz qilish kerak birinchi o'rinda, ya'ni nimani o'rganish kerak? Mijoz analiz qilishni, raqobatchilar analiz qilishni, bozor analiz qilishni o'rganish kerak. Undan keyin taklif. Nega aynan sendan sotib olish kerak? Qo'shningdan emas yoki raqobatchingdan emas yoki boshqa joydan emas. Shu savolga javob beruvchi taklifingiz bo'lishi kerak. Nega aynan men degan. Content qilishni bilishinglar kerak, ya'ni yuqori axlat qiluvchi reelslar, ya'ni profil yurg'izishni, reels hookini qanaqa yozamiz, ya'ni boshidagi 3 sekundda qanaqa ushlab qolish kerak. Farqi yo'q, faqat content marketing qilishni o'rganish kerak, ya'ni content qilishni o'rganish kerak. Buni ham bilish kerak. SMM kanallari, ya'ni Instagram, Telegram, YouTube, Facebook va hokazo programmalarni yaxshi tushunish kerak. Ya'ni shu applar orqali SMM olib boriladi. Lead generatsiya. Xo'p, endi biz analiz qildik, mijozimiz kimligini bildik, nega aynan bizdan sotib olish keraklik taklifini qildik va bu taklifni Instagramdan, Telegramdan, Facebookdan qayerda bo'lsa ham olib chiqdik. Endi biz bu taklifdan keyin mijozlar yig'ib olamiz. Ehtimoliy mijozlarning zaявкasi, ya'ni men ham o'qiyman, nechta pul, qachon borsam bo'ladi, nechta qolgan, men ham olmoqchiman, sotib olmoqchiman degan odamlarning murojaatini olamiz va bu murojaatlarni nimaga aylantiramiz? Sotuvga aylantiramiz. Sotuv ikki xil ko'rinishda bilasizlar. B2B, B2C, ya'ni biz biznesga o'zimiz mahsulotimizni biznesga sotishimiz mumkin. O'zimiz mahsulotimizni customerlarga, ya'ni mijozlarga sotishimiz mumkin. B2C, B2B sotishimiz mumkin. Bu ikki xil ko'rinishdagi sotuvlarda ham o'rganishingiz kerak SMM menejer bo'lmoqchi bo'lsangiz.
Hozirda misol uchun shu narsalarni o'rganib, misol uchun shuni o'zida SMM menejer sifatida ishlash imkoniyati bor O'zbekistonda. O'zbekistonda hop SMM menejerlarga talab qanchalik darajada desangiz, bitta ko'ring, bitta SMM menejerni chaqiring, bitta SMM menejerda qo'lida nechta loyiha borligini ko'ring. Kami 3 ta 4 ta loyiha bor. Bu degani nima degani? 3 ta 4 ta kompaniya bitta SMM menejerga muhtoj. Ya'ni bitta SMM menejerda 3 ta loyihasi bo'lsa ham, 4-sini ham beryapti. Nimagaki bozorda SMM menejer yetishmayapti. Ya'ni bozorda SMM menejer yetishmayaptimi? Yo'q, sifatli SMM menejer yetishmayapti bozorga. Siz sifatlilardan bittasi bo'lib chiqing, o'z ustingizda ishlang. Men ishonaman, albatta, misol uchun bu orqali daromad topsa bo'ladi. Xo'p, qanday boshlaymiz? Veb-saytimiz bor, bilasizlar, Qadam veb-sayti. Qiziqqanlar, yana ham ko'proq shu soha bo'yicha o'rganmoqchi yoki bilmoqchi insonlar bo'lsa, Qadam veb-saytiga kirsin. U yerda juda ham ko'p ma'lumot bor. Imенно qayerdan o'rgansa bo'ladi, kursda o'tilgan mentor, o'qituvchi, ya'ni kuratorlar qanaqa yordamlar beriladi, kursda o'qib kimlar qanaqa natijalarga chiqqan, barcha ma'lumotlar veb-saytda. Kiring, tanishing, ko'ring, ro'yxatdan o'ting va kursni boshlang va pul topib mazza qiling. Shunaqa deb yakunlasak ham bo'ladi. Bugungi yuqorida ko'rsatilgan bu ma'lumotlar, bu SMMdagi imkoniyatlar, kimlar o'qisa bo'lishi, qaysi bilimlarni olishimiz kerakligi, keyingisi qanaqa qilib ish boshlaymiz, ya'ni qayerdan boshlasam bo'ladi, unga ham javob berib o'tdim. Ya'ni Qadam veb-saytiga o'tasiz, ro'yxatga o'tasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ko'rishguncha.